islom davlatini cheklash uchun qo'llanilgan chora-tadbirlar. Quraysh doiralari Muhammad alayhisalomni islom davlatidan yoki mundoq ishlarning hech qaysisi to'solmaydiganligini tunib yetib, bu vaqtda qayta o'ylashib ko'rishdi va bu da'vatni tub yiltizdan cheklash uchun tövandikidek chora-tadbirlarni tuzib chiqdi. 1. Masxara qilish, ya'ni zanglik qilish, haqoratlash, mazoq qilish, yolg'onga chiqarib inkor qilish va kulkiga aylantirib ta'sirini yo'qotish qatorliqlar. Ular bu orqali musulmonlarni yetim qoldirmoqchi va ularning ma'naviy irodasini ojizlashtirmoqchi bo'ldi. Shunga ular Rasulullohga o'rinsiz tuhmatlarni chaplab, uni sat tillar bilan tildidi. Ular Rasulullohni chaqirmoqchi bo'lsa, "Ey Majnun, sarang" deb to'laydi. Qur'oni Karim sura Hijr 6-oyatda mundaq deyilgan. Ular aytdi: "Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan bir majnunsan." Ular yana Rasulullohni sahir, kazzob deb ataydi. Alloh taolo sura Sodda buni zikr qilib mundaq degan. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kofirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir." Sura Sod 4-oyat. Qurayshlar bu ig'volarni butun kuchi bilan tarqitishga atlandi. Ular Rasululloh bilan uchrashganda yeli yavtidigandek umuyib g'azab bilan qaraydi. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tos qoladi. Seni shubhisizki bir majnun deyishidir. Qur'oni Karim sura Qalam 51-oyat. Payg'ambar alayhisalom ojiz miskin sahobalari bilan birga o'ltirsa, ularni mazoq qilib, "Alloh aramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi?" deyishatdi. Alloh taolo bularga javoban: "Alloh shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi?" dedi. Qisqasi, ular go'yo Qur'onda tövandikidek ta'sirlangandek edi. Kafirlar haqiqatan mu'minlarni masxara qilib kuladi. Mu'minlar ularning oldidan o'tganda o'zaro ko'z qisishyapti. Uylarga qaytganda mu'minlarning g'aybini qilib mazoq qilgan holda qaytishyapti. Mu'minlarni ko'rganda bular shaksiz adashganlar deyishyapti. Ular mu'minlarni kuzatish uchun avatilgani yo'q. Qur'oni Karim sura Mutaffifin 29-oyatdan 33-oyatlargacha. 2. Islom ta'limotlarini xunuklashtirib, gumon va shak shubha paydo qilish, yolg'on tashviqot tarqitib, asossiz da'volarni o'ydirib chiqarish va Rasulullohning shaxsiyati to'g'riliq tuhmat va fitna ig'volarini tarqitib, ommaga uning davlatining mazmunini mulohiz qilishga fursat bermaslik. Ular Qur'on Karim haqida mundaq deydi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, bularni u yozdirib olgan. Hepsi qilib verish uchun uningga atigan oqshomni o'qib beriladi." Qur'oni Karim sura Furqon 5-oyat. Ular bu, ya'ni Qur'on faqat u, ya'ni Muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir. Uningga uni to'qishga boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Qur'oni Karim 35-sura 4-oyatning bir qismi. Qatorliq so'zlarni deyishatdi. Payg'ambar alayhisalomning shaxsiyati to'g'riliq, uningga Qur'onni bir inson ta'lim berdi. Qur'oni Karim sura Nahl 103-oyatning bir qismi. Qatorliq so'zlarni ham aytishatdi. Payg'ambar alayhisalomning shaxsiyati to'g'riliq, bozorlarda biz bilan yegandek tomoq yeydigan, biz mangandek mangadigan bu qandoq payg'ambar? Qur'oni Karim sura Furqon 7-oyatning bir qismi deydi. Qur'oni Karimda ularning fitna ig'volarining o'z aynini naql qilib javob berilgan yoki naql qilmay radiya berilgan nurg'un ulgulik misollar bor. 3. Qur'oni Karimga burunqilarning so'z cho'chaklari va afsonalari bilan taqobil turish va xaloyiqni ashu hikoya afsonalar bilan Qur'oni Karimga berilib ketishdan to'sish edi. Aytilishicha, Nazri ibn Haris bir qatim Quraysh jamasiga: "Ey Quraysh xalqi, qasam qilamanki, sizlarning beshinglarga og'ir mushkulot keldi. Sizlar teqcha uning chorasini izlamayapsizlar. Muhammad oranglardagi hamma kishi rozi bo'ladigan, rostchil, omonatga vafo qilgan bir obdan yigit edi. Hatto u beshiga oq sanjib, ilqi bir nimalarni ko'tarib kelibdi, sizlar uni sohir dedinglar. Azbaroy Xudo, u hargiz sohir emas. Biz sohirlarning dam solganlarini va band qilganlarini ko'rganmiz. Yana kohin dedinglar. Qasam qila olmaymanki, u hargiz kohin emas. Biz kohinlarni va ularning bo'g'ilib siqilganligini ko'rgan va ularning qopida so'z iboralarini anglagan. Uni shoirmi dedinglar. Qasam qilamanki, u hargiz shoir emas.
Biz she'r turlarining lirik, qofiy hammasini bilamiz. Sizlar uni Majnun, sarang dedinglar. Yo'q, Alloh bilan qasamki, u hargiz Majnun emas. Biz Majnunlarni ko'rgan. Muhammad Majnunlardek bo'g'ilib, o'ziga o'zi so'zlab, po'qqi purchoqni erishtirib yurmasa. Ey Quraysh jamoasi, sizlar bu ishga sal qarmanglar. Azbiroy Xudo, sizlar cho'ng mushkilga duch keldinglar, dedi. Ondan u Hiraga berib, u yerda Paris xon ordisi hikoyalarini, Rustam va Isfandiyarlarning jangnamalarini o'rganib, yodga ilib keldi. Shuningdan keyin u Rasululloh har qanday bir joyda so'rin tuzib kishilarni Alloh tarafiga chaqirib yoki Allohning azobidan ogohlantirib o'ltirsa, orqadinlar Nazir ibn Haris besib kelib, "Azbiroy Xudo, Muhammad texislarga mendak laziz gaplarni so'zlab bermadi", deydi. Ondan ularga Paris xon ordisining vaqalarini, Rustam va Isfandiyarlarning jangnoma afsonalarini so'zlab berdi. Ondan u Muhammadning deganlari buning oldida qanchalik qizqarliqa deb mag'rurlanib ketadi. Ibn Abbos naql qilingan bir hadisda zikr qilinishicha, Nazri ibn Haris bir qancha naqshchi qiz dedeklarni setib olgan bo'lib, u biror kishining Muhammad alayhisalom bilan yaqinlashibdi deganini anglasa, shu qizlardan birini chiroyli jabdutib, uning keyniga silib qo'yadi. U qiz haliqi kishiga naqshi aytib, usul o'ynab berib, uningdagi islomga bo'lgan moyillikni yo'qolgan qadar hamroh bo'ladi. Nazri haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxara qiladi. 4. Sodilish. Ular bu o'yin orqali mushriklarni ba'zi xurofotliklarini tashlash, payg'ambar alayhisalomning da'vat moddalarining ba'zilarini amaldan qoldirish badaliga islom dini bilan kufr jaholatini tor yo'lda uchrashtirib, ko'rishtirmoqchi bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular sening o'zlari bilan madora qilishingni, shuning bilan o'zlariningmi sen bilan madora qilishini orzu qiladi. Qur'oni Karim sura Qalam 9-oyatning bir qismi. Mushu borada Ibn Jarir bilan Tabarani naql qilingan bir hadisda mushriklarning payg'ambar alayhisalomga u bir yil mushriklarning ilohlariga ibodat qilish, mushriklarmi Parvardigori Alloh taologa bir yil ibodat qilish taklifini berganligini ko'rsatdi. Abdullah ibn Humaysining yana bir hadisi mushriklar Rasulullohga sen bizning butimizni bir qitim so'yib bo'sa qilsang, biz senga agishayli deganligini ko'rsatdi. Ibn Ishaq naql qilgan bir hadisda mundoq deyilgan: Payg'ambar alayhisalom bir kuni Ka'bani tavof qilib o'tdi. Asvad ibn Muttalib, Valid ibn Mughira, Umayya ibn Khalaf va As ibn Wa'il Sahmi qatorliqlar uning oldida to'sdi. Bular el-yurt ichida ta'siri bor shaxslar edi. Va ey Muhammad, bu yoqqa kelgin, qarshilashib o'tavermayli. Bizmi sen ibodat qilayotgan Xudoga ibodat qilayli. Senmi biz ibodat qilayotgan ilohlarimizga ibodat qilgin. Biz bu ishda o'rtoqlashayli. Agar sening Xudoying biznikidan yaxshi chiqib qolsa, biz to'g'ri yo'l tanlagan bo'larmiz. Navoda bizning ilohlarimiz senikidan yaxshi chiqib qolsa, sen to'g'ri yo'l tanlab olgan bo'lasan, deyishdi. Bu chaqda Alloh taolo bular haqida tövandagi surani nozil qildi. Ey Muhammad, seni butlarga cho'qinishga undagich kuffarlarga aytqinki, ey kofirlar, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman. Qur'oni Karim sura Kafirunning bir qismi. Allah bu kafirlarning ashu kulkulik yarashish taklifini yuqorqi oyatdagi keskin buyruq bilan rad qilyapti. Bu vaqtdagi naqllarning o'xshamasligi ehtimol Quraysh doirlarining mazkur sodilish taklifini bir necha qatim o'ttirib qo'yganligidan bo'lsa kerak. Dahshatli ezish va ezilish. Mushriklar yuqorqi tadbir va vositalarni nubuvvat, ya'ni Rasulullohga payg'ambarlik sharfi iltifot qilingan yilining 4-yili yil beshida islom davlati yoshirin holatdan oshkora da'vatga o'tgandan keyin da'vatni to'sish uchun bir-birlab yo'l qo'ygan edi. Vaziyat shu bo'yicha bir qancha hafta, hatto bir qancha oy davomlashdi. Mushriklar ashu vositalar bilanla cheklanib, biror odamga diktator yurgizish yoki azoblab qiynash darajasiga yetmagan edi. Lekin ular bu vositalarning islom davlatini to'sishga unum bermayotganligini ko'rib, qayta yig'in chaqirdi. Yig'inda Quraysh katavashlaridan 25 kishidan tarkib topgan bir komitet tashkil qilindi. Rasulullohning tog'isi Abu Lahab bu komitetning raisligiga saylandi. Yig'inda komitet a'zolari cho'nqur bas munozara va atrofliq fikr yurgizgandan keyin Rasululloh va uning sahobalari qarta qat'iy keskin bo'lish to'g'risida mundaq bir qaror ma'qullandi. Har qaysi qabila aymoqlar islom diniga qarshi kurash qilish va uning payg'ambariga izo ahonat qilishda o'rtaq kuch chiqarish,
islom diniga kirgan va uni qo'llaganlarni turli vositalar bilan azoblab qiynash, jismoniy jazoga tortish, rahimdillik qilmaslik kerak deb ko'rsatildi. Ular bu qarorni ma'qullagandan keyin ijro qilish to'g'risida bosh qotirishdi. Chunki bu qarorni ijro qilish musulmonlarga nisbatan bo'libmi himoyachisi yo'q ojiz musulmonlarga nisbatan o'ng'ay gap edi. Ammo Rasulullohgachu u do'st dushmanlar orasida yuqori obro'ga ega favqulodda shaxs. Uni hamma odam hurmatlaydi. Ayrim yuzsiz kishilardan boshqa oq qorni farq eta oladiganlar bundoq nupuzli arboblarga til tekkizish va izo ahonat qilishni or-nomus deb biladi. Uning ustiga uni tog'isi Abu Talib qanot ostiga ilib qattiq himoya qilmoqda. Halbuki Abu Talib ota-bovisidan tortib cho'ng o'tgan nupuzli arboblarning biri edi. Makka davasida uning kepillik davasiga daxli taruz qilishga va himoyat doirasiga qo'l uzatishga kim petini olaydi? Mana bu savollar Quraysh doirlarini gohi o'ltirg'izib, gohi qo'pirib, qattiq sarosibga soldi. Lekin ular o'zlarining diniy va siyosiy o'rniga va moddiy manfaatiga taqiladigan bundoq cho'ng foyda ziyon to'qinish oldida tishlavlarini mahkam tishlab, sabr qochillarini chiqishdi. Rasulullohga qarta o'rinsiz chiqilib, yo'lsizlik qilish ahvollari ko'rilishga boshladi. Ularning boshlanbeshi yana Rasulullohning tog'isi Abu Lahab edi. U Quraysh doiralari yuqorqi qarorni chiqarib, da'vatni cheklashdan burunla payg'ambar alayhisalom oshkora da'vatga o'tgan tunji kuni o'zining pozitsiyasini ochiq bildirgan edi. Oldingi boblarda uning Bani Hashim jamoatining ayrim yig'ilishida va Safa tog'idagi yig'ilishdimi payg'ambar alayhisalomga qo'pollik bilan radiya berganligini tilga ilib o'tgan edi. Ba'zi rivoyatlarda u ashu Safa tog'idagi yig'ilishda qo'liga tosh ilib payg'ambar alayhisalomni urmoqchi bo'lganligi zikr qilindi. Abu Lahab payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishidan ilgari ikki o'g'il Utba va Utaybalarga Rasulullohning qizi Ruqiya va Ummu Kulsumlarni kelin qilib olgan edi. Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin u ikki o'g'liga besim ishlatib Rasulullohning qizlarini taloq qilg'izib o'tdi. Payg'ambar alayhisalomning ikkinchi o'g'li Abdullah o'lib qoldi. Abu Lahab xush bo'lganidan miyqida kulib, maslakdosh sheriklarga Muhammadning nasli quridi deb xabar yetkazdi. Oldingi boblarda Abu Lahabning haj mavsumi mazgilida va bozor rasatlarida Rasulullohning so'zlarini ta'tir talash uchun uning keynidan so'rilib yurganligini bayon qilgan edik. Tariq ibn Abdullah Muharibi Abu Lahabning Rasulullohning so'zlarini ta'tir talabli qolmasdan balki ba'zi da'vat so'rinlarida haddidan eshib Rasulullohning keynidan qo'g'lab, tosh etib putining o'shiqlarini qanig'i bo'yayotganligini naql qildi. Abu Lahabning ayoli Ummu Jamil, to'liq ismi Arva Harib ibn Umayyaning qizi Abu Sufyan ibn Haribning hamshirisi. Bu xotinmi Rasulullohga o'chmanlik qilishda eridan hargiz qilishmaydigan hazozil xotin edi. U tikanlik shoxlarni aloyitan yudib akilib, kechisi Rasulullohning eshik darvozalarini chitlab qo'yatdi va eshik oldi yo'llarga chachatdi. U qattiq yuzsiz xotin bo'lib, sababsizla Rasulullohga til solatdi. Yolg'on so'z cho'chak tarqitib, fitna fasod o'chqiga o't yoqatdi va Rasulullohga qarta keng ko'lamlik urush qo'zg'ash qo'yida yuratdi. Shuning uchun Qur'oni Karim bu xotinni sura Masadning bir qismida o'tin to'shig'uchi, ya'ni suxanchi deb aybladi. Bu ayol Qur'oni Karimdan o'zi va eri to'g'riliq nozil bo'lgan oyatlarni anglagandan keyin Rasulullohni izlab keldi. Bu chaqda Rasululloh Baytul Haramda Ka'baning yonida Abu Bakr bilan birga o'ltirdi. U xotinning qo'lida bir changal shig'il toshmi bor edi. U Rasululloh bilan Abu Bakr o'ltirgan yerga kelgan aman Alloh uning ko'zini Rasulullohdan band qilibdi chig'i, u Abu Bakrdan o'zgini ko'ra olmadi. Shunga u: "Ey Abu Bakr, bayon qamriyin qani? U meni hajvi qilibdikanmish. Azbiroy Xudo, men uni mushpeti topa olsam, mushtash bilan uning og'zini yeritdim. Bilamsan, menmi shoirag'u?" dedi. Ondan o'zicha qo'shoqlarni o'qib ketib qoldi. Bu chaqda Abu Bakr: "Ey Rasululloh, u xotin seni ko'rmadi-ku qandoq?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Rost, u meni ko'ra olmadi. Alloh uning ko'zini mendan band qilibdi" dedi. Abu Bakr Bazzarmo bu qissani rivoyat qildi. Uningda Ummu Jamil Abu Bakrning oldiga kelib: "Ey Abu Bakr, sening haliqi odaming bizni ajiv qilib so'z to'qibdi" degan. Abu Bakr: "Yo'q, mushi bino, ya'ni Ka'baning Parvardigori bilan qasamki, uning undaq ish yo'q. U ajiv qilib she'r to'qimaydi. Hatto she'r deganlarni ig'zig'imi olmaydi" degan. Ummu Jamil: "Sen-go rost aytsan" degach qaytib qolgan deyiladi. Abu Lahab Rasulullohning o'z tog'isi va tam elishma qo'shnisi turug'liq yot qo'shnilarga o'xshashla ana shundoq aziyatlarni qiladi. Ibn Ishoq mundaq degan:
Rasulullahdan qusur izlab, uning uyigacha bostirib kirib, o'rinsiz jidal terib aziyat qildiganlardan Abu Lahab, Hakam ibn Abul Has, Uqba ibn Abu Muayt, Adi ibn Hamra us-Saqafi va ibn Astaul Huzali qatorliqlar bor edi. Bular Rasulullahning yaqin qo'shnilari bo'lib, Hakam ibn Abul As'dan boshqalari islomga musharraf bo'la olmagan. Ularning biri Rasululloh namoz o'qiyotganda qo'yning hamrini akilib, uning do'lisiga ortib qo'ysa, yana biri hilqi maynatni uning qaynayotgan qozoniga tashlab qo'yadi. Oxiri bo'lolmay Rasululloh paqasrak namoz o'qish uchun ayrim hujra ta'sis qilishga majbur bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom ular tashlagan hilqi maynatni tayoqqa ilib, eshik tubiga chiqib, "Ey Abdumanaf jamoati, mushimi qo'shindorchilikmi?" deydi va yiroqqa etib kirib ketadi. Uqba ibn Muayyid shaqovat va badbaxtlikda intayin haddidan oshgan mal'un edi. Imom Buxoriy Abdullah ibn Mas'uddan naql qilgan hadisda mundoq deydi: Payg'ambar alayhisalom bir kuni Baytullohning yonida namoz o'qiyotdi. Abu Jahl va uning odamlari bir chetda o'ltiroqliq edi. To'satdan ularning biri qaysanglar berib palonining tugisining yenini elib kelib, Muhammad sajdaga borganda uning gejgisiga tashlab qo'ya olaydi degan gapni chiqardi. Bu chaqda qavmining eng shaqiy badbaxi o'rnidan turib, yilqi yenini rostila so'rab kelib qarab turdi. U Uqba ibn Abi Muayt edi. Rasululloh sajdaga beribdi, u yenni Rasulullohning dumbisidan qo'l tarbiga ortib qo'ydi. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsam-mu, to'sishga chamim yetmaydi. Kashki cheksiz kuch-qudratim bo'lsa-chu deb qoldim. Ular kulishib, qo'rsoqlarini tutishib, bir-birining ustiga yiqilib ketishdi. Ya'ni ular ko'p kulgandan hammasi o'z xudini yo'qotishib, bir-biriga yo'linib qilishdi. Hatto bir chaqda Fatima kelib, uni ilib qadar Rasululloh beshini ko'tara olmay sajdada yetib qoldi. Fatima kelib, yiliqi o'pka shalloq, qirin poqlarni ilib tashlab etgandan keyin ondan Rasululloh beshini ko'tara oldi va "Ey Alloh, Qurayshni tutqin" deb 3 qatim takrorladi. Bu duo ularni jimiqtiribdi. Chunki ular bu joylarda qilingan duolar ijobatlik deb biladi. Orqadilla Rasululloh ularning ismligini bir-birlab atab, "Ey Alloh, Abu Jahlni tutqin, Utba ibn Rabi'ani tutqin, Shayba ibn Rabi'ani tutqin, Valid ibn Mughirani tutqin, Umayya ibn Khalafni tutqin, Uqba ibn Abu Muaydni tutqin" deb duo qildi. Rasululloh 7 kishini sanab tilga olgan edi. Hadisni rivoyat qilguvchi 7-sini unutib qolgan. U mundoq deydi: "Alloh bilan qasam qilamanki, men Rasululloh tilga olgan ashu kishilarning hammasining o'ltirilib, Badr quduqiga to'p-to'pilab tashlanib ko'milganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim." Umayya ibn Khalaf Rasulullohni ko'rsala mazoq qilib ko'z qisishatdi va masxara qiladi. Buning haqida kishilarni ayblaguchi suxanchiga voy degan oyat nozil bo'ldi. Mazkur Umayyaning qarindishi Ubay ibn Khalaf va Uqba ibn Abi Muaytlar ba'ayni bir jangalning bo'rilari edi. Bir qatim Uqba Rasulullohning majlisida qilib, uning vaz-nasihatlariga quloq solib o'ltirib qoldi. Buni Ubay uqqandan keyin Uqbaga qattiq tapitani qilib ochiqlandi va uningdan Muhammadning yuziga mishqirib tukurmigicha ab o'tmaydiganligini aytdi. Shuning bilan Uqba Ubayning deganidek qildi. Mushi badbaxt yana bir kuni chirib ketgan ko'ni bir ustixonni ko'tarib kelib, uvab shamol yo'nalishiga qartib Rasulullohga cho'shdi. Uning bundoq qilishi Alloh sura Yosinda bayon qilgan "Mushundoq chirib ketgan ustixonmi qayta tirilgizlamdi" deb o'lgandan keyin tirilish aqidasini inkor qilish edi. Ahnas ibn Shurayqmo Rasulullohga o'rinsiz chiqilib aziyat qilganlardan edi. Qur'oni Karim uningdagi barliq salbiy sifatlarni tövandagi 9 sifatga yig'inchoqlab bayon qildi. Qasamxo'r, past, g'aybatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odamga itoat qilmagan. Qur'oni Karim sura Qalam 10-oyatdan 13-oyatlargacha. Abu Jahl ba'zida Rasulullohning qishig'iga kelib Qur'on tilovatini anglab ketadi. Lekin uningda iymon, itoat, adab, axloq ta'lim olish va qilcha ayminish paydo bo'lmasdan balki Rasulullohga ahonat qilib, uni da'vat yo'lidan to'satdi. Hatto u haddidan eshib, jamiyatga ulug'vor bir to'hpini qo'shayotgandek qilayotgan jinoiy qilmishidan mag'rurlanib faxrlanadi. Uning haqida oyat nozil bo'ldi. U kofir ishonmadi va namoz o'qimadi. Qur'oni Karim 75-sura 31-oyat. U Rasulullohning haramda namoz o'qiganini ko'rgan kundan boshlabla uni namozdan to'sishga boshlagan edi.
Bir qatim u Rasulullohning maqomi Ibrohim oldida namoz o'qiyotgan yeriga kelib qoldi va "Ey Muhammad, men seni bundoq dumlab yurishdan to'smadimmi?" dedi va "Yaxshi oqibat ko'rmaysan" deb tahdid soldi. Payg'ambar alayhissalommi uningga bo'sh kelmadi. Tegishlik dakkisini berib, gapiga gap qo'ytirgan edi. Bu chaqda u "Ey Muhammad, sen nimanga tayinib cho'ng so'zlaysan? Bilamsan, men mushtabalikdagi so'rindoshlari eng ko'p odamman" dedi. Shuning bilan u o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin degan oyat nozil bo'ldi. 96-sura 17-oyat. Yana bir rivoyatda bu chaqda payg'ambar alayhissalom uningga "Voy sening holingga, voy sening holingga, voy sening holingga" degach uning pokinidan siqib yerga otdi. Bu chaqda Xudoning dushmani mal'un Abu Jahl "Ey Muhammad, sen chig'ingda meni qo'rqitaman demsan, azbiroy Xudo, sen va sening Parvardigoring meni hech nima qila olmaysizlar. Men mushu ikki tog' o'tirsidagi eng nopozliq odamman" deb ko'ranglab ketdi. Bu ablah yana ilqi qitim dakkisini yegandan keyin mug'ambarlik va mastlikdan hushiga kelish u yoqda tursin, balki texim haddidan oshdi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis naql qilib mundoq dedi: Bir kuni Abu Jahl nutq so'zlab, "Muhammad ko'z oldimizni yerga usib, yuzini to'pig'i puchilab yuriydi. Shundaqmi?" dedi. So'zini anglab turganlar, "Shundaq" dedi. U Lat Uzza butlarning nomi bilan qasamki, endi uning shundoq yo'chin ishlarni qilib yurganini ko'rsam, uning gajigisiga raso dessab, uning yuzini to'pig'i obdaroq milab qo'yaman, dedi-da, Udul Rasulullohning yoniga keldi. Rasululloh bu vaqtda namoz o'qiyotdi. U Rasulullohning gajigisiga yanjimoqchi bo'lib keldi. Ko'pchilik qarshib turardi. Ushtumtut uning o'z qo'li bilan bir narsani bo'shitib, keyiniga qaytganligi ularni hang-tang qoldirdi. Bir qancha kishi uning oldiga berib, "Ey Abul Hakam, nima bo'lding?" deb so'rashgan edi. Abu Jahl rosa ulug' kichik bir tini o'tib, "Muhammad bilan mening o'tiramga yalqunjab kuyib turgan bir xandak paydo bo'ldi. Mana bular o'tning uchqunlari" dedi. Shu chaqda Rasululloh "Agar Abu Jahl menga yaqinlab kelgan bo'lsa, farishtalar uni titma-titma qilib parchalab o'tadi" degan. Mana bu nohaq aziyat kulfatlar va ig'ir haqorat, o'rinsiz cheqilish va dil azor berish qilmishlari payg'ambar alayhisalom Makka jamiyatidagi yuqori tuvan hamma odamning qalbida izzat va hurmat suqsidan o'rin olgan Makka oqsoqollari ichida ta'siri eng zo'r va eng obro'li shaxs Abu Talibning himoyasi ostida turug'liq tortgan aziyat kulfatlardir. Ammo musulmonlar bo'libmi egi chaqisiz, ojiz, himoyasi yo'qlarga nisbatan mazkur qarorning ijrosi texmi ig'ir ham echinishli bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomga har tarafdan besim va izo ahonatlar yig'ayotgan shu kunlarda har bir qabila o'z tavasidagi islom diniga kirgan yoki moyil bo'lganlarni sezgan amon turli qabiy vositalar bilan qiynab jazo yurgizdi. Qabila tavaligi bo'lmaganlarni jamiyat toshqonlari va quldor xo'jayinlari o'zlari xohlagancha jazolab qiyin qistoqqa oldi. Bundoq vahshiyona echinishlik jarayonlar ne tosh yurak odamlarni mu echindirdi va tenini shirkandirdi. Abu Jahl o'z tavasida nopozliqroq yoki himoyachilar kuchliroq kishilarning musulmon bo'lganini anglasa, berib ogohlantirish beradi yoki uning bilan munosabatni uzib, uningga iqtisodiy va ijtimoiy jihatda zo'r ziyon yetadiganligini uqtiradi. Navoda jamiyatda o'rni yo'q ojiz kishi musulmon bo'lsa, uningga kelgunicha qo'l silib uradi va boshqalarni ularni azoblashga kuch kiritadi. Osman ibn Affonni uning tog'isi xurma shoxlaridan yasalgan chiq palazlarga yo'gab, ostidan is qo'yib berib azobladi. Mus'ab ibn Umayrning onasi uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uningga non bermay necha kun och qo'ydi va uydan qo'g'lab chiqarib sargardonlik yo'liga haydabdi. Shuning bilan u ochliq va dala turmushining dastidan yilon teri tashlagandek bir qat terisini tashladi. Halbuki uning oilasi xeyli yuqori holliq oila edi. Bilal radhiyallohu anhu aslida Umayya ibn Xalafning quli edi. U musulmon bo'lgandan keyin Umayya uning bo'yniga arg'amchi silib bog'lab, kichik go'dak bolalarga tutib berdi. Kichik kapsiz bolalar Bilalni Makkaning tog'lariga so'rab yurib, bo'yinlarini zidi qilib qontibatdi. Kechligi bolalar zerikib qaytib kelsa, uni mahkam bog'lab etib, o'zi harg'ichi uratdi. Ba'zida kunning oftob tumuzida o'ltirg'izib oftobga qoqlab qiynasa, yana ba'zida qo'rchiqiga non bermay, imondan yansang non yeysan deb turib Uningdanmi ichinishli bo'lgani shuki, u har kuni kun rosa qizg'anda Bilalni bog'lab Makkaning sayig'iga chiqib,
yotqizib maydisiga qattiq qizigan Qur'on toshlarini ilib qo'yib, "Azbiray Xudo, sen bugun ya Muhammadni inkor qilib, Lat Manatga bosh qo'ysan yoki mush beting o'lisan" deydi. Bilal mushundaq ig'ir azob ichida "Ahad, Alloh bir" deb turadi. Bilal shundaq azob chekayotgan holatlarning birida Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tib ketib, uning bu holatini ko'rib qoldi-da, uni o'zining oilasining bir obdan xizmatini qilayotgan bir qarqulga tekishib ozod qilibdi. Abu Bakr Bilalni 7 o'qiya yoki 5 sar kumush tangini naq sanab berib setib olib ozod qilib etgan degan so'zim bor. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Bani Mahzum jamoatidan bir kishining ozodgarchisi bo'lib, Ammarning otasi va onasi bir oila kishilarining hammasi musulmon bo'lgan edi. Mushriklar bo'libmi uning kativishi Abu Jahl bu 3 kishini Makkaning sirtidagi toshliqqa haydab elib chiqib, soyning toshlari raso qiziganda yalang'ochlab toshga yotqizib azoblashga boshladi va qizigan toshlarni ekilib, ularning to'pisiga dövlab qo'ydi. Ular mushundaq azoblanayotgan vaqtlarning birida payg'ambar alayhisalom bu yerdan o'tib ketib, "Sabr qilinglar, ey Yasir oilasi. Jannat sizlarni kutmoqda" dedi. Rost degandek Yasir ashu azob ichida o'lib ketdi. Qiynab o'ltirishda jeni chiqmay qolgan Ammarning onasi Sumayyaning avratiga Abu Jahl nayza urib o'ltiribdi. Bu islom dini maydonga kelgandan keyingi tunji shahid ayol hisoblandi. Mushriklar Ammarni birdam oftobga silib, kun nurida qizigan toshlarning ustiga dövlab qo'yib azoblasa, yana birdam so'g'ib pishib, demoqtirib azoblaydi. Bir qitim ular "Bugun biz seni yoki Muhammadni tillab ayblimigicha yoki Lat Uzza haqida madhiya o'qimoqcha qo'yib o'ltirib yetimiz" deyishdi. Shuning bilan Ammar majburiy holda Rasulullohni ayblashga qo'shildi va ularning qo'lidan qutulibla Udul Rasulullohning oldiga yig'ilgan peti o'zira aytib keldi. Alloh taolo bu haqda oyat nozil qildi. Kimiki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursimi, majburlash ostida og'zida iymondan yonganligini bildirganlar bundan mustasno. Kufr bilan ko'ngli ozod bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Sura Nahl 106-oyat. Abu Fukayha Abduddar jamoatliklarining azodgardisi edi. Ular Aflahni putidan bog'lab otqa so'ritib azoblaydi. Xabbab ibn Arad Ummu Anmar binti Siba Xuzoining quli edi. Mushriklar uni turli qabih vositalar bilan azoblaydi. Ular Xabbabning chechidan tutib so'raydi va oldi-keyni ittirib dushkanlab qiynaydi. Uni necha qitim qiziq qo'qasga o'ltirg'izib, ustiga ko'tarib qo'polmog'idek ig'ir toshlarni otib qo'ygan edi. Zanira, Nahdiya va uning qizi shuningdek Ummu Abisalar musulmon bo'lgan dedak jo'rlar edi. Mushriklar ularga o'xshashla azob uqubatlarni yog'dirib, qiyin qistoqqa oldi. Bani Muammil jamoati ular Bani Adi qabilasining bir aymaqi edi. Ulardan bir dedak musulmon bo'lgan edi. Umar ibn Xattob bu vaqtda texi musulmon bo'lmagan edi. Uni urib, hargandan keyin ondan qo'yibdi va herib qolmagan bo'lsam, yana uratdim dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilal va Amir ibn Fuhayralarni setib olib ozod qilib etganidek, mazkur cho'ri qizlarni setib olib ozod qilib etdi. Mushriklar ba'zi sahobalarni to'gi terisi va kala terisiga yo'gab, kunning qiziqiga tashlab qo'yatdi va ba'zilariga temir soatlarni kiygizib, poj-poj qizigan toshlar ustiga yotqizib qiydaydi. Alloh yo'lida azoblanganlarning soni ko'p, ahvoli ichinishlik edi. Chunki mushriklar kimning musulmon bo'lganligini o'qsa, uni tutib jazoga tortatdi va aziyat, kulfat yetkazatdi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekan bu din uchun Rasululloh.